Tefsiri Muyesser. Enfal Suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sen bilen sülhi qilganlar agar sana hilim mikr ishlatmoqchi bo'lsa, sheksizki Allah ularning hilim mikrini barbod qilib, seni ziyon zahmatdan qo'g'dashga yetarlikdir. Allah sana nusrat ato qilgan, seni muhojirlar va ansarlardan iborat müminler bilan kuchlantirgan. Ularning dillarini bo'linishdan keyin birlashtirgan zotdir. Sen yer yuzidagi bütün boylikni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtirolmayding. Lekin Allah ularning dillarini iymonda birlashtirdi. Shuning bilan ular bir-birini so'yadigan qarindoshlardan bo'ldi. Sheksizki Allah podshohligida g'olibdir. Emr fermanlarda ve tedbirlerde hikmet bilen iş kılgıcıdır. Ey peygamber! Sana mu ve sana ergeçken müminlerge mu Allah yeterliktir. Allah sizlerini düşmanlarının yamanlıqadan saklaydı. Ey peygamber! Müminlerini uruş kılışqa rıgbatlandirgin. Sizler düşman bilen elişkanda sizlerde çidamlık 20 mücahid boladigan bolsa, düşmandan 200'ni yengalaydi. Eğer sizlerde çidamlık 100 mücahid boladigan bolsa, kafirlardan mingni yengalaydi. Çünkü ular Allah'ның mücahidlarga tayyorlagan katta mukofotlardan xabarsiz, haqiqatni tushunmaydigan qavm bo'lib, ular yer yuzida haqsiz holda ustunlik talashish va Allah bekitgan nizomni buzish yo'lida urushadi. Ey müminler! Allah sizlardagi ojizlik sababli sizlarning yukinglarni yengillatdi. Agar sizlarda chidamliq 100 mujohid bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 200 kishini yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 1000 mujohid bo'ladigan bo'lsa, Allohning irodasi bilan ulardan 2000 kishini yengalaydi. Allah chidamliq bo'g'uvchilar bilan billadir. Ularga yordam beradi va ularni kuchlantiradi. Hech qanday payg'ambarning dushmanni ko'proq yo'qotmay va kufrning belini sundirmay turib, dushmanlarni asirga elishi to'g'ri emas. Ey musulmonlar, sizlar dunyoning vaqtlik manfaatini ko'zlab, asirlardan fidya elishni xohlaysizlar. Halbuki Allah o'zining dinini ustun qilishni va sizlarga oxiratning mukofotini ato qilishni ko'zlaydi. Allah g'olibdir. Uni hech kim ojiz qilolmaydi. Barliq belgilimlarida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah islom ummatiga g'animatni halol qilganligi va asirlarni fidya elib qo'yib berishning joizligi to'g'risida oldin hukm belgilmagan bo'lsa-da, g'animat olganliginglar va asirlarni fidya elib qo'yib berganliginglar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'ladinglar. Sizlar olgan g'animatlaringlarni va asirlardan olgan fidyani halol va pok bilib yenglar. Allohning dinining ahkomlariga rioya qilinglar. Sheksizki Allah bandalarning gunohlarini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ey payg'ambar! Badr urushida qonunlarga tushgan asirlarga aytqinki, sizlardan elingan fidya uchun bearam bo'lmanglar. Agar Allah dilinglarda biror yaxshilikning borligini bilsa, sizlardan elingan fidyadanmi yaxshiroqini beradi va gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah tavba qilgan bandalarning gunohlarini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ey payg'ambar! Sen qo'yib bergan ashu asirlar sana yana xiyonat qilmoqchi bo'lsa, buningga qayg'urib ketmagin. Chunki ular ilgari Allohga xiyonat qilgan va sana qarshi urush ochgan edi. Allah ularga qarshi sana yordam berdi. Allah dillardagini bilib turg'uchidir. Bandalarning ishlarini o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allohga, onun payg'ambarga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qilgan, islom diyoriga
yoki ibodatlarni bemalol qila oladigan biror davlatga hijrat qilgan, pul, mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilgan muhojirlar bilan ularga joy bergan va har turli yordamlarni qilgan ansarlarga kelsak, ana shular albatta bir-biri bilan haqiqiy do'stlardir. Iymon etgan bo'lsa-mu, kufr diyoridan islom diyoriga hijrat qilmagan kishilar toki ular hijrat qilganga qadar ularni qo'g'dashga va ularga yordam berishga majbur emassizlar. Agar ularga kofirlardan yomonlik yetib, ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga cho'qim yordam berishinglar kerak. Alloh sizlarning amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Shuningga asosan sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Kofirlar bir-biri bilan hamkorlik va yordam ishidadir. Ey mu'minlar, agar sizlar o'zaro hamkorlashmasanglar, mu'minlarning ziyonkashligiga uchrashi, kishilarning Allohning diniga kirishdan ma'ni qilinishi va yer yuzida kufrning kuchlanib ketishi qatorliq cho'ng buzg'unchiliklar yuz beradi. Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirgan kufr diyorini tashlab islom diyoriga yoki ibodatlarni bemalol qila oladigan biror davlatga hijrat qilgan, Allohning dinini ustunlikka ega qilish yo'lida jihad qilgan muhojirlar va ularni kutib olib, ularga joy bergan, pul, mol va qo'llash bilan har turli yordamlarni qilgan kishilar, ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ularga oxiratda keng mag'firat va esil rizq bor. Ular jannatlarda ne'matlanadi. Ashu muhojirlar bilan ansarlardan keyin iymon etib hijrat qilgan va sizlar bilan billa Alloh yo'lida jihad qilganlarga kelsak, ey mu'minlar, ular sizlardan sanaladi. Ularga sizlarga o'xshash muomala qilinadi. Allohning hukmiga asosan urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga eng haqliqdir. Sheksizki Alloh har shayini bilib turg'uchidir. U musulmonlarning diniy qarindoshlik munosabati bilan bir-biridan miros elishini amaldan qoldirib, ularning tuqqandarchilik munosabati bilan bir-biridan miros elishini belgilashda ularga nimaning foydali ekanligini obdan biladi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.